Bu jarayon yuzingizning o'limiga olib keladi. Ertalab tongda turganingizda yuzingizda atyoqlar bo'ldi. Ko'z tagida, yuzingizda. Siz bulardan qutulish natijasida har xil muzlatilgan bodringlar va muzli vannalardan foydalanmoqchi bo'ldingiz. Lekin buning asoratlari haqida o'ylab ko'rdingizmi? Buning asoratlari shundaki, muz qon tomirlarini muzlatadi. To'g'ri, momentalniy effekt olasiz. Atyoq chiqib ketgandek sizga ko'rinadi, lekin bu qon tomirlarining siqishiga olib keladi. Natijada qon tomirlarimiz yoriladi. Bu kuperoz, teri yallig'lanishi, teri shamollashi, har xil ugrillar, toshmalar, eng asosiysi kuperoz. Kuperoz bo'lgan yuzni davolash juda ham qiyin. Hatto davolanmasligi ham mumkin. Shuning uchun bunday amaliyotlardan hech qachon yuzingiz uchun foydalanmang. Yana bitta narsani eslatib o'tmoqchimanki, yuz qon tomirlarimiz juda ham nozik va har bittasi nerv tizimi bilan ulangan. Shuning uchun nimadir narsa ishlatmoqchisiz yoki nimadir maska qilmoqchisiz, nimadir amaliyot bajarmoqchisiz, professional bilan albatta maslahatlashing. Siz bilan doktor kosmetolog Saodat yana foydali videolarni qo'yib boshlab davom etamiz.